Taam xumar do'stinglar Gülziyadan kavan ang mo'jiz keldi. Qo'y go'shtimizni muvofiq cho'ngliqda parchalab olgandan keyin boshlab ketdik amsa. Piyozni savoldik, oqmish bilan zirni soldik, janqon soldik, tuxumni chiqib oldik, tuz soldik, suvini qo'ydik. Endi yo'ldoshim yog'ni turib amo qilishni boshlab ketdi. Xurishlarni naytdek aralashtirib shunchalik payz tamlantiribdi. Parang-marang ayol birlikda o'xshagan kobni qiladigan bo'ldik-da, qaranglar, shunday yaxshi tamlanib bo'ldi. Go'sht yarim soat aramilib texmi tamamlag'icha lisqa bularni tizilib ustiga azroq tuzlarni tejib tamlantirishga ulgurdim. Ondan yo'ldoshim yana nayt chaqqanlik bilan go'shtlarni lisqa tekshi tizib, o'tqa tekshi qaqlangan holatda men tayyor qilibdi. Piyozlarni ustiga tizib atdik, texmi tamlik bo'lsin deb. Endi duxovka boshqarish man qoldi. Ang yuqori o'tda qizib olgan duxovkamizga kebabni silib davomli ang yuqori o'tda pishiramiz. Mezlik lazzatli buroqlar chiqib pishildab pishishga boshladi kebablarimiz. Bir taraf pishib olgandan keyin chaqqanlik bilan kebabni chiqarib, o'rib yana qaytadan duxovka silib pishirishga boshlaymiz. Go'shtning eqib chiqqan sho'rpinlar singib kavg'on shu yangilar texmi lazzatli pishirgan bo'ldi. Wow, qaranglar, tishdan temir kebablar bir yerda qolsin, uning ustiga astilsan kavg'on shular. Men doim mushtaq qilishni yaxshi ko'raman, chunki bu kebabning sho'rpinlarini o'ziga tatgandan sirt kebablar aralashtirib yesak ko'ngilga tegmaydi. Oila baxtining bir qismi oshxona uydan kelsa kerak, erkaklarimizning mardon qo'llari bilan parchalab tayyorlagan go'shtları ayollarimizning zinnatlab aqida qilishi bilan mezlik o'xshagan bir taqsi kebabga aylandi. Bu lazzat turmushga texmi lazzat va taxit qo'shqisi. Yoqtirgan bo'lsangiz yurak berib gullarni avatib qo'ying, sizni ham sinab beqing.